Shuning uchun biz o'zimizni milliy va diniy qadriyatni yo'qotmaylik. Bizim millat nimasi bilan qadrlandi? Oilani muqaddas deb bilgani bilan qadrlandi. Bizim millat nima bilan qadrlandi? Mahalla bilan, qo'ni-qo'shnichilikni zo'r qilishi bilan qadrlandi. Bizim millat birdamlik bilan qadrlandi. Yoshlar endi ko'proq sizlar bexabarsizlar. O 1939-yilda 45 kunda uzunligi 300 necha kilometr Farg'ona kanalida. Juda yaxshi bilarganmiz hammamiz. 350 kilometr ekan. 350 kilometr uzunlikda. Tasavvur qiling, chuqurligi endi bilmayman bo'lsa kerak bir 8-9 metr, 7 metr. Shuncha uzunlikdagi joyda, qo'lda, ketmonda, kurakda, etakda turpoqlarni toshib 45 kunda qo'ylavorgan, bir-biriga jips, bir-birini gapiga kiradigan, bir-birini poddeshka qiladigan millatning bolalarimiz biz o'y. Oilasi buzilmagan millatning bolalari biz. Ori bor, g'ururi bor, nomusi bor, uyati bor millatning farzandlari biz-ku biz. Qani o'sha ota-bobolarimizning or, nomus, uyatlar. Ariqdagi suvni ichadigan suv qilib ushab turishgan. Nimaga? Ori bo'lgan, farosati bo'lgan, fahmi bo'lgan, gigiyenasi bo'lgan, ariqqa axlat tashamagan. Ariqlardagi suvni ichsa bo'ladigan bo'lgan. Hozir ariqdagi suvni molga bergani ham qo'rqadi odam. To'la axlat. Shunday qanday toza joyda oqib keladigan suv. Ko'ring, uning ichidagi kilonga, baklashga, axlat, pampers kim tashayapti? Hammasi Shamardonga boring 100% musulmon dam olyapti. Lekin shu axlatlarni kim tashayapti? Befarosat, uyati yo'q, farosati, vijdoni yo'qlar tashayapti shu narsalar. Ha biz undaylarni millat emasdik-ku biz. O'zimizni sharqona modamiz bor, madaniyatimiz bor, ustuvoshimiz bor. Ha o'sha uslubda yashayveraylik. O'sha odobda yashayveraylik. Ha ajrashmagan ota-bobolarning farzandlari bugun nimaga ajrashib ketyapti? Bu masalalarni kim o'ylaydi?